Dasturimiz davom etadi. AQShning Michigan shtati Dearborn shahri minglab arablarga vatan. Yaqinda Markaziy razvedka boshqarmasi direktori Leon Panetta bu maskanga safar qilib jamoa bilan uchrashdi. Bu agentlik, ya'ni Amerika tashqi maxfiy xizmati arab va boshqa sharq tillarida so'zlashuvchi mutaxassislarga muhtoj. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev. Razvedka xizmati kelasi 5 yil ichida arab va boshqa tillarda so'zlashuvchi mutaxassislar tayyorlamoqchi. Tahlilchi va agentlarning yarmiga xorijiy tillarni o'rganish talabi qo'yilmoqda. Afg'onistonda keng qo'llaniladigan doriy va pashto tillari shular jumlasidan. Bu yerga kelishimdan maqsad arab va musulmon jamoasi bilan aloqa o'rnatish, ular bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish. Michigan shtatining Dearborn shahri Ford, Chevrolet va General Motors avtomobil kompaniyalari joylashgan Detroit shahriga yaqin joylashgan. AQShdagi amerikalik arablarning 30% dan ziyodi shu yerda yashaydi. Aksariyati Livan va Iroqdan. Amerikaning turli tuman jamoalari orasida bebaho kadrlar bor. Ulardan unumli foydalanish zarur, deydi Panetta. Tashkilotimiz mamlakatimizdagi barcha millat vakillariga ochiq. Amerikalik arablar orasidan boshqarmaga mutaxassis yollash o'tmishda oson bo'lmagan. 11-sentyabr voqealaridan so'ng huquq-tartibot organlari va immigratsiya xizmati tomonidan ularga shubha bilan qarash hollari kuzatilgan. Nazariy jihatdan bu yomon fikr emas albatta, ammo bu ishda eng muhimi ishonch. Amerikaliklarning arablarga emas, arablarning tizimga, boshqarmaga ishonchi. Jamoa vakillariga ko'ra, amerikalik arablar AQShning Iroqdagi urushi, terrorizmda gumon qilingan mahbuslarning qiynoqlarga solinishi kabi siyosatidan norozi. Osama Sablani Dearbornda joylashgan amerikalik arablar siyosiy harakati tashkiloti rahbari. Markaziy razvedka boshqarmasining bu kabi siyosat ijrosi bilan shug'ullanishi jamoamiz vakillariga to'g'ri kelmaydi. Siz bunday siyosatga qarshi bo'lsangiz, uni amalga oshirayotgan boshqarmaga ishga chaqirishsa, shunga qaramay mahalliy arablar orasida Amerikaga nisbatan vatanparvarlik hissi kuchli. Razvedka boshqarmasiga yo'llovchi mutaxassis Genri Madinaning aytishicha, so'nggi bir necha yil ichida razvedkaga ishga kirmoqchi bo'lgan musulmonlar soni oshdi. Faoliyatimizni mehnat yarmarkalariga o'xshash joylarda o'tkazmasak-da, ishimiz muvaffaqiyatli kechmoqda. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun.